Salom do'stlar, sizlar bilan Ziox Minecraft. Biz bugungi videomizda Survival'ning 5-qismini olamiz. Demak, biz videoni boshlaymiz. Yaxshi. Bugungi maqsadimiz esa mana shu daraxtni kattalashtiramiz. Xo'sh. Yaxshi. Birinchi navbatda bu yerdagi hamma narsani olib chiqishim kerak bo'ladi. Hamma narsa tushdi. Xo'sh, yotoq, verstak va albatta pechka. Voy, tushib ketdim. Demak, bizga hozircha mana bu kerak bo'ladi, chunki bu yerni kattalashtiramiz va bizga mana bu kerak bo'ladi. Ikkalasi. Yaxshi. Juda yaxshi ketyapti hozircha, juda yaxshi do'stlarim. Sizlarga o'tgan galda videomizda biz Muhammad Ali ismini ko'rgandik. Kommentda eng ko'p yozilgan ism hisoblandi. Xo'sh, mana shu chotani ham olib tashlaymiz. Mana shunday. Biz bu yerdagi hammasini olib tashlaymiz. Voy, shu paytda-ya. Yaxshi. Hozir pastga sandiqni qo'yib turamiz-da endi. Ichiga hamma narsani qo'yamiz endi. Mana shunday. Xo'sh, eshikni ham, bularni ham. Ba'zan chiroyli qilishimiz kerak. Xo'sh, bizga yotoq. Yotamiz do'stlar ham, demak yaxshi ketyapti. Xo'sh, yotoq. Mana shu yerda turib turaversam hozircha. Demak, mana shu yerdan ham olib tashlaymiz. Mana shunday. Demak, daraxtimizning nima deymiz endi, skeleti mana shu holda ekan. Hozircha ularni ham olib tashlaymiz. Lekin bular ancha vaqt qurgan edik. Mayli. Daraxtimizning skeleti. G'aroyib. Mana shunday. Demak, mana ham olib tashlaymiz. Yo'q. Oxirida-ya. Mayli endi. Olamni o'zimiz tozalab qo'yaveramiz hozir. To'xtaydi, temir bor. Esa bo'lamiz. Bu yerlardagini esa terib chiqamiz. Xo'sh. Bulardan qancha narsa yasasa bo'lar ekan. Bu yerda juda ko'p barq bor ekan o'zi ham.
Daraxtimiz iskalasi chiqdi. Demak, biz mana ularni ham olib tashlaymiz. Xo'sh. Va biz daraxtimizning tag qismini yasashdan boshlaymiz. Ishda bizga buning uchun 42 ta yetib qoladi. Yaxshi. Hozircha yaxshi ketyapti. Mana shunday kattalikda. Xo'sh. Blok tugagungacha qilamiz. Bitta yasasa bo'ladi. Shuning uchun olib tashlaymiz. Bu yerga shuni qo'yib, ishni davom ettiramiz. Video yoqqan bo'lsa, obuna qo'yinglar jigarlarim. Mana bo'ladi. Endi mana shulardan esa yon atrofini qilib chiqamiz. Xo'sh. Biz buni mana shunday kattalikda qilamiz. Xo'sh. Juda ham yaxshi ketyapti. Bu serialning 4-qismi. Kanalga yangi bo'lsangiz bizga obuna bo'lib qo'ying. Chunki bizning 97 odam obuna bo'lmasdan kuzatyapti. Qilib chiqamiz. Xatolarni juda ko'p qilyapmiz. Bizning bloklarimiz yetib qolsa menimcha bloklarimiz yetmaydi. Xo'sh. Yaxshi ketyapti. Xo'sh. Juda ham yaxshi. Yo'q. Yetmay qolar ekan. Mana shu yerlarda ham tushgan edi menimcha. Xo'sh, tushganmikan? Nima tushmagan? Bir sekin chiqib olamiz. Mana shu yerdan sekingina ko'tarilamiz.
o'sib qoladi. Esinglarda bo'lsa, o'tgan videoda ana tomdagi daraxtlarni kesib, o'rniga bularni ekkan edik. Bir narsa aytib qo'ysam, agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz va bundan oldingisini ko'rmagan bo'lsangiz, bu videoga umuman tushunmaysiz do'stlarim. Shuning uchun sizlarga bundan oldingi videoni ham ko'rishni maslahat beraman. Xo'sh, yaxshi. Buni mana ichiga qo'ysa bo'ladimi? Yo'q. Qorong'i tushyapti. Biz xatolarni to'xtatmayapmiz. Xo'sh, endi bu kerak emas. Qani bizni baqiramiz. Tinchgina mana shu yerga qo'yib turib, keyin olib, sekin tushib olganimiz yaxshi deb o'ylayman. Chunki joyimiz juda kam. Agar bitta xato bilan biz osmon sohilga jo'naymiz. Xo'sh, yoqmayapti-ku. Nima uchun? Yo'qda. Juda ham yaxshi. Uyimizni endi bezatib qo'ysak ham bo'ldi. Xo'sh. Boshqa narsalar solmay qolar ekanda. Shuning uchun bizning sandig'imiz o'zi tushdimikan? Yo'q. Nimaga? Nimaga tushmamoqdimi? Bizning sandig'imiz o'zi tushmagandan chiqaramizda. Xo'sh, mana shu yerdan qilamiz do'stlarim, yaxshi bo'lyapti hozircha. Juda ham yaxshi. Mana shunga endi kerak emas narsalarni qo'yib qo'yamiz. Bizga hozirda bular umuman kerak bo'lmaydi. Chunki somon kerak desak, bizda ovqat bor. Hamma narsa bizda yetarli. Demak, mana shularni ham qo'yib qo'yamiz do'stlarim. Kanalga obuna bo'linglar. Shu esdan chiqib qolmasin. Xo'sh, biz narsalarni joylashtiramiz. Bu yerga pechka, yotoq. Qaysi joyga qilamiz? Mana shu joyga qilamiz. Endi biz verstagimiz. Xo'sh. Mana shu yerdan chiqamiz va yana bir qator qilamiz va mana shunday tushiramiz. Bu yerga esa yoshroq eshik qo'yibdi. Bizning yotog'imiz tayyor. Oddiygina yotoq bo'lsa ham chiroyli chiqyapti hozircha. Xo'sh. Do'stlar, videoni ko'rdingiz va bu videoga like bosishni arzimaydi. Like bosishingizga 3 ta like bosishingizga ham arziydigan video bo'ldi menimcha. Do'stlar, bu videoga 100 ta like yig'ilgandan keyin men bu videoni do'stlarim bilan olaman. Xuddi shu joyda emaski, boshqa joyda bundan ham zo'r kuchayamiz hali. Eng zo'rlar bilan o'ynayman. Masterlar bilan. Bittasini ismi o'zi Master John. Master. Bittasini esa Timer John. Xo'sh, bular ham juda ham yaxshi. Ularni ham kanalini qidirib ko'ringlar. Masterning va Timer John deb qidirasizlar. Timer John o'zi o'qiladi. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling va bizga like bosinglar.